Assalomu alaykum. Ijodiy fikrlash topshirig'i bo'yicha savol va javoblar. Birinchi savol, agar siz mobil ilova ishlab chiqayotgan bo'lsangiz, lekin hech qanday pulingiz va reklamangiz bo'lmasa, foydalanuvchilarni qanday jalb qilgan bo'lar edingiz? Xo'p, qanday qilib foydalanuvchilarni jalb qilgan bo'lar edim? Asosiy g'oya, asosiy ideya bu pul emas. Am, Qiymat muhim. Birinchi o'rinda biz tushunamiz, foydalanuvchini reklama emas, qiymat jalb qiladi. Reklamaning ham ahamiyati bor, lekin qiymat ko'proq jalb qiladi hozirgi situatsiyada. Ya'ni agar ilova qanday odamlar uchun qanchalik foydali bo'lsa, u hech qachon reklamaga muhtoj bo'lmaydi. Agar o'sha ilova shunchalar darajada o'sha foydali va yaxshi ishlangan bo'lsa. Shuning uchun ham birinchi o'rinda bizani maqsadimiz reklama qilish emas. Birinchi navbatda shu foydalanuvchini muammosini hal qilish. Bitta problema ko'tariladi, o'sha problemaga важныйroq, kattaroq problemani hal qilish maqsadi qo'yiladi. Agar shu maqsadga biz erisha oladigan bo'lsak, demak biz o'sha maqsadimizga yetdik. Ikkinchidan oddiy va qulay ilova qilish kerak. Misol uchun vaqt kam ketishi, o'qishni osonlashtirish yoki pulni tejashga olib kelsa, bu odamlarni o'zi bir-biriga tarqatib yuborishadi. Bunga hech qanday reklama shart emas. Xo'p, dastlabki foydalanuvchilarni topish, ya'ni birinchi klientlarni topib olish, bu juda ham muhim. Man birinchi navbatda ilovani kichik auditoriya bilan sinab ko'raman, ya'ni proverka, testing. Misol uchun o'zimni tanishlarim, yaqinlarim, og'aynilarim, qarindoshlarim hammasini kichik bitta Telegram gruppaga, bitta gruppaga yig'ib, ularni o'zim yaratgan предложение, ya'ni ilova bilan tanishtiraman va ularni ishlatib ko'rishlarini iltimos qilaman va ulardan feedback so'rayman. Ular xolisona предложение ishlatib ko'rib, ya'ni ilovani ishlatib ko'rib, ularga qanaqadir kamchiliklar agar ko'rishsa yoki qanaqadir plyus tarafini ko'rishsa yoki qanaqadir talablari bo'ladigan bo'lsa, bularni notebookka yoki bitta notga yozib olib, ularni albatta hisobga olgan holatda bu o'sha ilovani to'g'irlashga harakat qilaman. Bu orqali 5 ta 100 ta foydalanuvchilarni topishim mumkin. Ya'ni o'rtacha 50 tacha, 60 tacha, ya'ni hamma tanishlarni bitta gruppaga yig'ish orqali shunda ularni o'zlari ham boshqalarga tavsiya qilishadi. Ya'ni mani qarindoshlarim, yaqinlarim boshqalarga tavsiya qilishadi. Agar men yaratgan o'sha ilova yaxshi bo'lsa, shunchalik yaxshi bo'lsa, bu organik marketing deb aytiladi xalq tilida. Kontent orqali foydalanuvchilarni jalb qilish, reklama uchun pul bo'lmagan taqdirda ham bu tekin reklama hisoblanadi. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda hozirgi kunda Instagram, TikTok, LinkedIn va shunga o'xshash mashhur, butun dunyoga mashhur bo'lgan ilovalar orqali o'zimni ilovamni, o'zimni proyektimni oddiy videolar yoki ozgina montaj bilan videolar qilib turib, ularga bemalol joylash orqali ham tekinga, hech qanaqa reklamalarsiz, bu ham reklamaning bir turi, lekin pulsiz bemalol auditoriya yig'ish imkoniyatiga ega bo'laman va trend shu orqali bizni tabiiy ravishda hech qanaqa pul ishlatmasdan auditoriya yig'ish imkoniyatiga ega bo'laman. Hamkorlik va foydalanuvchi ishtirokini kengaytiraman. Misol uchun keyingi bosqichda уже foydalanuvchilar o'zlari ham ilovalarni targ'ib qilishadi, ularni o'rganib chiqib, ularni kamchiligi va plyus tarafini aytishadi va ular bizga taklif yuborishadi, qanaqadir funksiya qo'shish kerak bo'lsa yaxshi bo'lardi yoki qanaqadir funksiyani olib tashlasa yomon bo'lardi degan, ular bizga o'zlarini xolisona fikrlarni qoldirishadi va biz u orqali nima qilamiz? Biz u orqali
ilovamizni yanada yaxshilashimiz mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, reklamasiz ham bemalol foydalanuvchilarni, klientlarni jalb qilish mumkin. Eng важныйsi bu proyekt zo'r bo'lishi kerak. A, va haqiqatdan ham bitta kattaroq problemani hal qilish kerak bo'ladi. Ana o'shanda eng kuchli reklama bu odamlarni o'zi bo'ladi.